Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Barcha fuqarolar ushbu haftada O'zbekiston hududlarida yana boshlanadi. Barcha tayyor tursin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bugun kunduzi O'zbekiston hududining katta qismida quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 34-36 daraja, janubda 38-40 daraja issiq bo'ladi. 2 va 4 iyun kunlari respublika bo'yicha yoz faslining eng boshi uchun odatiy ob-havo bo'lishi prognoz qilinmoqda. Kechasi va kunduzi birinchi yarmida asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi. Kunning ikkinchi yarmida konvertiv bulutlik rivojlanadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ushbu kunlarda havo harorati asta-sekin 28-33 darajagacha, janubda 34-37 darajagacha pastlaydi. 5-iyun faqat Farg'ona vodiysining ayrim joylarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati deyarli o'zgarmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda esa chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda 1-5 kunlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi, ayrim joylarda esa sel toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda 1-iyun kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 34-36 daraja bo'ladi. 2-dan 4-iyungacha kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat asta-sekin 29-31 darajagacha pastlaydi. 5-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 31-33 daraja bo'ladi. Shamol 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Vaqti bilan 10-15 metr/sekundgacha kuchayib borishi mumkin. Ayrim hududlarimizda chang to'zonlar kuzatiladi, deyiladi ma'lumotda.